Salom sizlar bilan men Prekeplay va biz bilan zombi salomlashib qo'y. Hammaga salom, sizlar bilan men zombi. Va bugun biz tuzoqlar jangi qilamiz. Tuzoqlar jangi. Unda videoni boshlaymiz. Kim yutadi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Obuna va like-ni bosishni unutmanglar. Unda biz o'zimizni tuzog'imizda qo'yamiz. To'xta. Sen o'zing qayerdan qo'yasan? Men bu tarafdan qo'yaman. Xo'sh, bizning birinchi tuzog'imiz qo'yganida bizni eshitmaydi. Endi bizning birinchi tuzog'imiz bu, mana bu. Bunlar qaysi tuzog'ligini uncha osonroq qilib beraman. Sal rating bo'ladi bu, rating. Har bitta sakrashga qiyinlashib boraveradi. Rating. Mana 3 ta blok. Mana shu. Va mana bu yoqqacha sakrashga to'g'ri keladi. Yo'q, bu yer emas. Mana bu yoqqacha sakraydi. 5 ta. Mana tayyor deyarli tuzog'imiz. Endi bu yerdan bitta sig'sak, yo tengiz bo'ldi, teng. Endi bu yerdan bunday va bunday va mana bunday. Bular to'xtalib mana bu joyda qiziqarli qilish uchun bu yerda men nimadan qo'ysam bo'ladi? Mana buni qo'yaman. To'xtaylar, o'ynashlar video. Endi buni sinab ko'ramiz. Xo'p. Bo'lmay qoldi. Endichi qani o'xtarmikan? Necha blokkacha ko'tarila oladi? Voy, o'tirdimmi men? Yo, o'ynashlar video. O'ynashlar endi davom etamiz. Endi boshladim men tuzoqni. Biz videoni paylaşlar bu tuzoqdan kamollarni qo'yib chiqamiz. U esa bunday tashlab kerak, kamonni soatlardi. Tushungan bo'lsanglar endi men yo'l quraman. Xo'sh, mana bu yerdan zekka o'tadi, zombi o'tadi. Bu yerdan esa men o'taman. Bu yer men yo'lim, mochinaga. Chunki men kamollarni просто o'zi avtomat o'tmaydi, shuning uchun mana qilishim kerak edi. Ishlaydigan qilib ichagini bosam bo'lsam, bularning istagi o'qib qoladi. Bu tuzoqlardan o'tguncha. Shuning uchun o'zim avtomat qo'shadigan qilmayman. O'zim borib qo'shishim kerak. Qo'shishni oldin yugurib g'azamlik qilmaslik uchun bunday qilamiz. Mana bunday qilamiz. Va endi bu yerda bitta blok qo'yamiz va redstone o'tkazamiz. Redstone endi bularni ulab chiqish kerak. Mana hammasini ulab chiqamiz ana shu yerdan. Va bu narsa endi bizga oltin kerak. Oltin. Mucha oltindan qo'yapsizlar, mana miskinimiz oltindan. Shuning uchun oltindan quryapman. Savol berganlar bo'lishi mumkin. Pechkaga o'xshab qo'yganim o'sha bular. Ana tayyor bo'lyapti. Bunday qilamiz. Bunday tayyor. Endi oxirgi shart emas. Endi bularni sekinlashtirish kerak. Sekinlashtirish. To'xtanglarga avtomat qilmasak bo'lmaydi-da. Ichagini qayerdan qo'yamiz? Mayli, mana shu yerdan avtomat qiladigan narsa bo'ladi. Bu yerda mana bunday qilamiz. To'xtanglarga buni redstone tugab qolsa nima qilamiz? Shuning uchun mana bunaqasidan ham qo'yib turamiz redstone. Mana bir ikkita joylarda shunaqa qilib qo'ysak, hech narsa qilmaydi. Va ularni yana eng oxirgisiga qo'yamiz. Sekinroq ishlab turibdi redstone. Bu yerda endi o'chak. Mana. Agar bu o'chak bo'lsa, bular cheksiz ishlaydi. Mana bunday qilamiz. Endi bularni bunday va eng oxirgida bunday. Nima uchun sekinlashtiryapsam buni desanglar, chunki to'xtamasdan o'qotadi va zekir o'tishga ulgurmay qoladi. Zombi. Qanaqa zekir? Zombi o'tishga ulgurmay qoladi. To'xtanglar. Juda ham sekin qilib ko'rmoqchiman, shuning uchun shunaqalardan ko'p ko'ryapman. Juda ham sekinlashtiradi
sekinlashtirgichdan qo'yaman. Agar burchakni bosib ko'rsak, to'xtanglar. Juda ham tez o'tyapti-ku bular axir. Mana unisiga signal yetmayapti. Bular keyin ana qilsa kerak. Bular yonib qoldi-ku. Buni o'chirsak. To'xtanglar, qaysidir redstone signalni o'chirish kerak. Mana bittasini o'chirdik, hammasi o'chdi. Bu yerda cheksiz redstone bor ekan. Nima uchun unday bo'lyapti? Mana uni sindirib qo'ysak va bunday qilib qo'yamiz. Yo'q. Obunachilar, endi biz dahshat joy qilamiz. Ya'ni bu minali joy. To'xtanglar, sizlar ko'rgan narsalarni ko'rsataman. Men tentirdan qurdim. Mana bunaqadan qurdim. Nima uchun bu yerda ish qurganimni sizlarga aytib beraman. To'xtanglar, bunaqa blok qo'yib olaylik. Qochib chiqib ketmasligi uchun. Nima uchun qo'yib desanglar, men ichak bosishimdan oldin qirg'oqqa qilib yugurib o'tib ketmasligi uchun qildim. Marginen tushungan bo'lsanglar keling yuzinglar. Endi yo'limizni to'g'rilab qo'yamiz. Man tarafga endi o'tmasligi kerak. Qirg'oqlik bo'ladi agar man tarafga o'tsa. Shuning uchun to'xtanglar, mana bunaqa qilib o'tib keta oladi-ku mana bunday. Bunday qilib qo'yamiz. Yo'q. Obunachilar, endi sizlarga mayli, shu bo'ladi. Shu yetarli. Ana bo'ldi. Endi bu yo'ldan o'tadi. Tentirdan o'tadi. Mana bu yerga keladi. Va bu yerga ketgandan keyin bo'ladi. Qandayligini o'rganishimiz tekkanimni sizlarga ko'rsataman. Chunki bilmayman. Xo'sh, to'xtanglar, endi bizga o'zimizga teshiklar ochishimiz kerak. Ana, teshiklarni hamma ko'ribdi-ku desanglar, yo'q, u ko'rmaydi. Nima ochligini sizlarga ko'rsataman. Uzoqroqdan qo'yamiz. Mana shu yer bo'ladi. Bir ikkita teshik ochdik. Mana oxirgisi shu ikkita. Ikkita bo'lmaydi. Mana ikkita bo'ldi. Mana bu yerdan bitta ochsak tayyor. Endi men bularni tagidan mana bunaqalardan qo'yaman. Yo'q, mana shunaqadan qo'yaman. To'xtanglar, oxir hammasini tagiga qo'yishim kerak. U bo'lsa shuni tushib ketadi shuni ustiga. Sizlarga ko'rsataman qanday tushib ketishini. Ana tayyor. Va minalar joyi bo'ladi. Bu qanaqa klipperlarga ham bo'ladi. Ustini bilib qo'yishimiz kerak qayerda borligini. Qayerda? Bu yerda bor edi. Ustidan qo'yib, klipga shundaydimi? Shuni tagidami? Ha, shuni tagida. Va bu yerda shunday. Va u bilmaydi. Mana. Nimani bilmayman? Sen hech narsani bilmaysan. Lekin mana bunisini hech qachon bilmaysan. Mana buni tagida bitta qo'yamiz. Mana. Bu mina deb ataladi. Ustida mana bunaqa. Shuni tagidami? Ha. Shuni tagida. Bittasiga tegib ketsa, mana bunday qilib alohida joycha qilamiz. Klipperlarga ham bo'lmaydi. Cheksizlikka ham tushib ketmaydi. Shunchaki bombalar bilan birga qulab tushadi. Juda ham puxta o'ylab qo'ydik bunisini. Va labirintni qurib bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Shu joydan keyin labirint bo'ladi. Mana buni ham bunday yopib qo'yamiz. O't ketibdi. Bo'ldi. Video endi boshlamani bu yoki minalarning osti. Endi tashqariga chiqib parkur qilamiz. Parkurni qurib keyin labirint. Sizlar bilan men Shopirga play bo'ldim. Hammaga xayr. Videomiz tugadi.
like bilan bo'ling, hamma yoq.